Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Oylarning eng go'zal hamda afzal bo'lgan Ramazon oyining so'nggi kunlarida sizga murojaat bilan chiqyapmiz. Chunki Chiroqchi tumani Dodiq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi, istiqomat qiluvchi mana shu Gulabza opamiz Haydarovadan bizga bir necha oy avval murojaat tushgandi. Va ayrim sabablarga ko'ra vaqtliroq kela olmadik. Bugun mana shunday ajoyib kunlarni nasib etgan ekan. Bugun Gulabza opamizning xonadonidamiz. Chunki murojaat qilishlarining sababi uzoq yillardan beri mana shu opamiz og'ir dard bilan olishib kelyapti. Sabri yetganicha. Bugun siz aziz saxovatpesha insonlardan biz ko'mak so'rab chiqyapmiz. Chunki opamiz buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan kasallangan. Bugun xalqimizni ko'magiga, yordamiga muhtoj. 2 nafar farzandni onasi va boshqa sog'lom insonlar qatorida bo'lishni xohlayapti. Kasali haqida to'liq ma'lumotni opamizning o'zidan tinglasak. Assalomu alaykum, hurmatli shu yaxshi insonlar, xalqimiz. Mana shu ro'za Ramazon oylarida sizlarga yordam so'ramoqchiman. Chunki shunga narsaga muhtoj bo'lib qoldim. Ancha yillardan beri buyrak xastaligi bo'yicha kurashib kelyapman. Yaqinda Toshkentga ham borib keldim. Oxiri shu dializ olovni olishga juda qiynalyapman. Buyrak almashtirmasa bo'lmaydi deyapti. Xudoga shukr, opalarim, akalarim qaysinisi kuchsa beramiz deb turibdi. Shunga sharoitim kamroq yetishmayapti. Ancha yillardan beri cho'pa talandim. Allohga shukr, qarindoshlarimiz, tog'alarim, xolalarim, amakilar hech qaysi qarab turgan yo'q. Shularning yordami bilan mana 8 yildan shunga chopib yugurib davolanib yuribman. Endi ularga boshqa ayta olmayman, lekin shunday qarab turmaydi. Katta summa kerak ekan. Shunga muhtoj bo'ldim, xalqimiz sizlarga yordam so'rashga. Dializga borib kelyapman mana. 2 kun o'zimga kelmayman. 3-chi kun o'zimga keldim deganimda yana nafas tutish boshlanadi. Yana bormasam bo'lmaydi. Boraman yana shu ahvol. Nafas qisishim yaxshi bo'ladi, lekin boshim juda qattiq qisib og'riydi. Ovqat yeyolmay qolaman. Endi ishtaham ochilib boshim og'rib qo'yganda yana nafas tutishim boshlanadi. Shu masala bo'yicha Toshkentga ko'rinib keldim yangi yildan keyin. Bo'ldi, buyruq qo'ymasa bo'lmaydi, boshqa iloji yo'q dedi. Shuning uchun sizlarga imkon darajasi boricha mayli kimdir 4 ming, kimdir 5 ming degandek qo'ldan kelgancha yordamlaringiz, qilsalaringiz Alloh rozi bo'lsin. Mana shu ro'za Ramazon oylarida sizlardan so'rab Gulabza opa shu kerak bo'ladigan summani aytib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Donor uchun 125 million ketar ekan. Donorning o'zini analizi, uni operatsiyasi uchun. Men uchun davlat tomonidan 25 millionmi, 20 million yordam bo'lar ekan. Undan yana analizim boshqa. Endi yana bilmadim qolganini qancha pul ketishini. Men operatsiyamni o'zi uchun davlat tomonidan 20 million, 25 million yordam bo'lar ekan. Toshkent doktorlarning aytishicha, qolganlarni hisoblab aytgani yo'q. Endi o'zimda bir so'm pul yo'q, mana xo'jayinim Xudoga shukr. Molim bor edi, boshqa bor edi, sotib yordam qildi. Qilmadimiz, qancha chopdi. Uchastkalarni ham sotishga majbur sotdik. Hech narsamiz qolmadi. Qarindoshlarimiz hammasi mana pul tashlab yotibdi. To'xtatgani yo'q, 4 yil, 5 yildan shag'i. Har oyda ham tashlaydi, 2 oy, 3 oyda ham tashlaydi, qo'ldan kelgancha. Men ularga hozir bu narsa deyolganim yo'q, lekin qarab turmaydi, ular tashlaydi-yu. Katta summa kerak bo'lgani uchun sizlardan iltimos qilib yordam so'radim. Shu 2 nafar farzandimni boshiga sog' bo'lib, ozgina elga qo'shilib yurayin, shularni to'yini ko'rayin, baxt kamolini ko'rayin degan niyatim bor edi.
Hurmatli vatandoshlar, mana opamizning murojaati tufayli biz keldik. Mana vaziyatni o'zi tushuntirib beryapmiz. Saxovatli insonlardan, saxiy insonlardan mana shu ro'za Ramazon oyida imkon qadar, imkoniyati yetgan qadar yordam berishlaringizni so'raymiz. Mana shu ikkita farzandi uchun sog'ayib ketsin. Mana bir umrga duo qiladi. Mana Alloh bersa mana Dorixda mana mahalla raisi hamda Dorixda admini Yurabek aka Xoliq Qudron o'zining fikrlari bo'lsa Yurabek aka marhamat. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana xabarlaringiz bor, mana shu singlimizni bemorlik uchun shunday ahvol so'rab yordam qilaylik deb keldik. Inshaalloh Alloh taolo shu singlimizga shifosini bersin. Kelingizda mahalladoshlar birlashib qo'limizdan kelgancha shu singlimizga saxovatli insonlardan ko'mak so'rab qolamiz. Bundan keyincha ihson qilingizlar. Alloh shu singlimizga shifo berib, bolalarni vaqtiga boshiga sog'-omon bo'lib berishini Allohdan so'raymiz. Rahmat aytamiz. Endi bitta qisqasi gapiroladi katta qizi. Mahalla istiyorum gapirdim. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun hammasini mana aytib o'tyapti. Bu opamiz mana shunday kasallik mana 5-6 yildan beri ancha yotib, mana kamolatlari ham bor qolmadi. Uchastkasini sotdi, mollarini sotdi. Hozir imkoniyat qolmadi. Shu uchun imkonlaringiz boricha qancha bo'lsa ham shularga yordam qilsalaringiz. Mana ikkita yosh bolasi bor, bu farzandlarini kamolni ko'rishni istaydi. Shu uchun sizlardan iltimos, imkon darajada yordam qilishlaringizni so'raymiz. Hurmatli vatandoshlar, mana Gulabza opamiz o'zining katta raqami qo'yilyapti. Mana Gulabza Haydarova nomida raqami 9860 0825 1351 77 87 raqamida bo'ladi. Biz og'zaki aytib o'tyapmiz, chunki ko'pchilik mashinniklar bor. O'zini katta raqamini qo'yib, mana shu videoroliklardan foydalanyapti. Buni to'g'ri qabul qilasizlar. Mana videorolikda tagida ham mana shu katta raqamlar qo'yiladi. Imkon qadar ihson qilib, mana shu insonni tuzalib ketishiga bir sababchi bo'lasizlar degan umiddamiz.